Hammaga assalomu alaykum. Bugun Birinchi son kompleksda mijoz rubrikasi. Ya'ni bugun Birinchi son kompleks kompaniyasidan uy xarid qilgan mijozlarimizni uylarga tashrif buyuramiz va xonadonlar haqida va hudud haqida taassurotlari bilan bo'lishamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezovta qilmadikmi sizni? Birinchi son kompleks qurilish kompaniyasi jamoasi bilan siznikiga mehmonga o'tdik. Kutilmaganda. Rahmat kattakon. Bezovta qilmadikmi o'zi sizni? Aziz opa, biz siz bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bemalol. Biz Birinchi son kompleks kompaniyasi nomidan kichkinagina so'rovnoma o'tkazib o'tdik. Ya'ni Birinchi son kompleks kompaniyasidan uy xarid qilgan mijozlarimizdan so'ramoqchi edik. Ya'ni uylarning sharoiti qanaqa, ishonchlimi, hudud qanday, shovqinli emasmi, sizga